Barselonaning stadioniga Montjuikka ikkinchi marta kelishim. Birinchi o'yinda do'stlar esingizda bo'lsa, Barselona Valladolidga 7 ta gol urgandi va bu mavsum boshida 31-avgust kuni Flick qo'l ostidagi Barselonaning eng katta g'alabasi bo'lgandi. Ko'ramiz bugun qanday hisob qayd etilar ekan. Time 0-0 hisobda o'z yakuniga yetdi. Ikkinchi taymda Mallorcaga qarshi chempionlik uchun kurashayotgan Barselona nimalar ko'rsatishni tomosha qilamiz. Barselona 1-0 hisobda Mallorca ustidan g'alaba qozondi. Birinchi taymda hujumlarga o'tgan bo'lsa-da gol kirita olmadi. Ayniqsa Fatida aytgancha do'stlar, bugun Fati bir necha oylardan beri birinchi marta asosiy tarkibda ko'rinish berdi. Chunki bilasiz, oldinda muhim o'yinlar bor va Flick rotatsiya qilish kerak. Buning ustiga Lewandowski ham yo'q. Va ikkinchi taymda Barselona gol bilan boshladi o'yinni. Dani Olmoning goli va o'yindagi yagona kiritilgan gol bo'lib qoldi. Lamine Yamalning o'zida kamida 3 ta vaziyat bo'ldi. Mana bu kadrlarni ko'rishingiz mumkin. Va biz Xayrulla aka hamda birga kelgan mehmonlar bilan birgalikda hozir qaytyapmiz. Xayrulla aka, bugun hozir bo'lib o'tgan o'yinni qisqacha tasvirlaydigan bo'lsangiz, ya'ni ta'rif beradigan bo'lsangiz. Endi bu Barselona ishtirokida ko'p bo'ladi, kuzatiladi. Ya'ni birinchi bo'limda hech qanday gol bo'lmagandan keyin ikkinchi bo'limda baribir bo'ladi. Shu birinchi hujum bo'ladimi, keyini bo'ladimi, ularda shu energiyani sarflab yubormaslik uchun yarim kuchda o'ynagandan keyin Mallorcani 6 ta asosiy futbolchisi tomonidan hisobga olgan. Bilmadim, Yamalni ura olmagan golni shundagi eng kulminatsiya hodisa. Ha, ayniqsa 1-0 hisob juda ham xavfli do'stlar. Bilasiz, Mallorca ham harakat qildi, adashmasam aniq zarba yo'llay olmadi. Lekin shunga qaramasdan harakat qildi. Ayni paytda Montjuik atrofida mana shunday olomonni ko'rishingiz mumkin. Hamma stadionni tark etyapti. Oldinda esa juda ham muhim o'yinlar bo'lib o'tadi. Hozir mehmonxonaga o'zimiz yayov ketyapmiz va Xayrulla aka bitta ma'lumotni aytib qoldilar. Mallorca darvozaboni Roman 12 ta seyf qildi. 12 ta ya. Lekin bitta o'tkazib oldi. Bitta o'tkazib oldi. Olmo. Agar o'tkazmaganda Roman bo'lardi.